Assalomu alaykum O'zbekistonliklar. Men Shvetsariyadaman, Jenevadaman. Jenevada katta avto ko'rgazma bo'lib o'tyapti. Shu ko'rgazmani xudo xolasa birin-ketin ko'rsatib beraman. Bu yerda faqat Yevropaning avtokonsernlari, avtomobil ishlab chiqaruvchilari birorta Xitoy yo'q. Yevropadan tashqari amerikanskiy bor, Yaponiya, Koreya, o'sha Hyundai, Kia yokida Toyota avtomobillari bo'lishi mumkin yokida Nissan, Honda shunga o'xshagan avtomobillar. Uzoqlashmanglar, yengilliklar juda ham ko'p. Yangi avtomobillar. Undan tashqari atmosfera juda ham mo'shni. Hozir mana Jenevada turib, именно shu festivalda avtovistikadaman. Uzoqlashmanglar, videoni o'rtasiga bitta qizuv, juda ham seryozni apparatni sizlarga ko'rsatishni niyat qilib qo'yganman va ko'rsataman ham. Shuning uchun hozirdan bitta like bosib maza qilib kuzatinglar. Mercedes-Benz qatori sizlarni kutyapti. Har doimgidek eng zo'r, eng yirni joylar Mercedes-ga. Shundoq kirishinglar bilan AMG ni bilasizlar, alohida avtomobil sifatida ko'rsatiladi. AMG GTS gap bo'lishi mumkin emas, S63. Mana shunaqa tuningoviy kuzovda va tuningoviy rangda o'zini avtomobilini qo'ygan. Shu yerda o'zidan avtomobilni xarid qilish imkoniyatingiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin 236.860 frank. Bu $1 frankda 1.15 bo'ladi. O'shani o'zingizlar qarab chiqarib olasizlar. Volkswagen G63 4x4 avtomobili. Bu ham tuning qilingan. Bu mashina menga uncha yoqmadi. Sabab 2002-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xolasangiz buni ham narxini ko'rsatib o'taman. 355.415 frank. Xo'p, bu yerda yana nima bor? Uchinchi avtomobil. Mana sinimizga ahamiyat bermaymiz, orqalariga ham, o'zlariga ham. Tak, GLA 350, GLA 35. Xo'p, mana shu mashina. Buni narxi 90.000 ekan. 90.000 frank. Xo'p, bu yoqqa qarab yuramiz. Mercedes-Benz'dan o'tgan yildan yangilik bo'lgan xabaringlar bor, ya'ni C Coupe bilan E Coupe'ni ishlab chiqarishdan olib tashlandi. O'rniga CLE degan yangi model ishlab chiqarilib qo'yilgan. Ko'rishinglar mumkin, Coupe CLE, salon полный C-class, rullari C-class. Yangi model xullas, juda ham yangi model. Ana endi bu haqiqiy yangilik. W214 E53 AMG Affilterbach gap bo'lishi mumkin emas. Rang alohida tema, mashina alohida tema, kuzov alohida tema. Universal kuzovida AMG paketida. Rangni ko'ryapsizlarmi? Mashinaning orqalarini ko'ryapsizlarmi? Juda ham dodda. Menga masalan juda ham yoqdi. Xo'p, salonni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Tak, ochil. Ko'rdinglar? Tak. Salon mana shunaqangi holatda. Kiygan ranglari juda ham go'zal. Juda ham qiziqarli. Mers baribir Mers. Tan olish kerak, Mers baribir Mers. Bu yerda bizda GLE, bu ham AMG paketda ekan, adashmasam, da. GLE'ni o'zi bu endi yengil emas, E53. Bu mashinani ham qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, bu yerda GLC, GLB kuzovidagi kupe avtomobillari, men adashmasam, bu GLA bu. Da, GLA AMG Line. Narxi 68.000 ekan. Aytgancha men narxini ko'rsatmadim sizlarga. Buni ham bitta narxini ko'rsatib ketdik. Xo'sh, 153.000 frank. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mana bu yerda nima mashina bor ekan? Sla adashmasam. Yo, A ekan. A class 250 talik. Bu ham AMG paketida ekan. Buni narxi 72.400 frank. 1.15 ga ko'paytirib dollarni chiqarib olaverasizlar. Bu eng arzon Mercedes hisoblanadi. Ahamiyat berishingiz mumkin, ikkita konkurent bir-biriga orqama-orqa turibdi. BMW va Mercedes-Benz bir-biriga orqa o'girib turishibdi. Xo'p, BMW
Dvoyka. Narxi qizuvmi? Narxini ko'rsataman hozir sizlarga. Narxi bormigan o'zi вообще-то buni. Ну, такой ham yangi model, yangi salon, yangi kuzov. 73.000 frank. Bular qatdan o'tdi bunaqa narxlarni. Kallanglar joyidami? Voy, yevropeyslar, qatdan o'tdilar bunaqa narxlarni. Mana bu haqiqiy nima deydi? Ko'rgazmani bezagi bo'lib turgan ikkinchi mashina. BMW i5 Touring. Disklarni qaranglar. Otabek ham Ayvash yaqinda mana shunaqa disk taqdi o'ziga, mana o'zi ham kelyapti. Vochach. O'tganchi biz safarga Ayvash Otabek ham Choynikni qopqog'i Sherstagan bilan birgalikda kelganmiz. Jenevada aylanib yuribmiz. Okay, Mercedes mabodo sizlar xafa bo'lishmaydim. BMWga vochach deb o'tganingizga. Yo'q, Mercedes vochach deb bo'ldim chunki. Ustoz qochib turing. Voy ustoz. Ustoz shifu. Maza qiladi, ustasidan maza qiladi, ha. Men YouTube'ga video olish sizdan o'rganganman, okay? Olib, pul ishlaysan. Ketdi. Ana qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham go'zal. Narxini hozir sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Mashina juda ham ko'p. Har bittasi to'g'risida informatsiyalarim bor. Sizlarga bersam bo'ladi. Lekin video juda ham cho'zilib ketadi. Salon bu ham juda chiroyli, lekin 214 bundan ancha zo'r. Kelgan eng sharmandaligi mana ruchkalarni qana qaranglar, knopkani plastmassa qilib tashlagan. Sharmanda. Aytgancha bolalarimga Lego oldim. Xullas BMW X1 degani chiqibdi. BMW X1 degani chiqibdi. Buni ham narxini ko'rsatmadimi men buni? Qaytamiz. Sizlarga narx ko'rsataman. Tak. Mazzami 154.000 frank. Tasavvur qilsizlarmi? 154.000 frank, Xo'p. Tour 4-versiya, четверка deydi. Grand Coupe, ya'ni Grand Cabrio deydi. 4 o'rindiqli, ikkitalik emas. Mana mashina. Mana mashina. BMWda bu safar juda ham yangi ko'p modellar vistikiga qo'yilgan. Narxini ko'rsataman sizlarga. Buni ham 111.000 frank. Endi 123 degan model ekan bu. Men buni birinchi marta ko'ryapman BMWda. Bu menimcha eng arzon modeli bo'lsa kerak BMWni. Xo'p, bu ham M paketda eng arzon narxini qaranglar. 71.500. Bular kallasi bilan urishib qolgan menimcha. Mana shu mashina. Sezayotgan bo'lsanglar 2025-yilda aynan shu rang topda bo'ladiganga o'xshayapti. Chunki ko'rasizlarmi? Boyiga Mersam shu rangda edi, bu ham shu rangda. Va BMWni yangi ishlab chiqarilgan mashinasi eng oxiri mana avtomobil. X3 yorvormabdimi? Birat qoching. Mashinani kattaroq qilishgan. Ko'rinishi boshqacharoq, navoroti bo'lish ko'proq. Orqasini ham hozir ko'rsataman. Mana XM atmosferasi bor, M50 paketida ekan. Ikkita gulush, to'rtta glushitelib bergan, ikkita emas. Xo'sh, salonni ko'rsatamiz. Salonni ko'ryapsizlarmi? Mana chiroqlari bilan boplagan, ajoyib. Rullari, zastavkalari, podstavkalari hammasi chiroyli va X3 narxini sizlarga ko'rsataman. Bu endi Shvetsariyadagi narxi 122.000 frank. 122.000 примерно 130.000, 135.000 atrofida. Endi mana apparatni ko'rmasanglar bo'lmaydi. BMW disklarini qaranglar. Vochach. Yorvoraman chiqqanini qaranglar. Spesial diskalar qilingan, spesialni. Hozir ham gadoy to'rvalarimni qo'yib qo'yish shundan. Mana orqasi gap bo'lishi mumkin emas. Performance Part M Competition 3. Vochach. Mana qaranglar. Men bunaqasini hali ko'rmagan edim. Bitta joyga bunaqa yig'ganini. Bizlarni bir paytlar yig'gan Nexia'miznikiga o'xsharkan, bizda 3 ta edi, bunda 4 ta ekan. Qani endi salonga sayohat qilamiz. Ochmabdi, yopib qo'yibdi buni nimagadir.
qimmatroq mashina bo'lgani uchun yopib qo'ygandir balki. Xullas, mashinaga hozir like bosib yuboringlar, faralariga alohida va undan tashqari bosdingizmi like? Men sizga narxini ko'rsataman. 192 ming Shvetsariya franki. Gap bo'lishi mumkin emas. Bundan keyin bu yoqda BMW XM, buni endi hamma bilyapti, hamma bildi уже. Disklari mana takoy. Men juda sevmadim bu mashinani. 194 ming frank. Lekin yomon emas. Mini Cooper'ga o'tdik. Bundan tashqari bu yerda mana Cupra avtomobillari ham bor. Men uchun qiziq bo'lmagani uchun sizlarga ko'rsatmayapman. Mini Cooper juda ham chiroyli mashina. Voy mashalloh. Go'zal-a? Go'zal. Mana bu yoqda yangichasi Countryman adashmasam. Xo'p, buni narxini ko'rsatib o'taman sizlarga. Juda ham chiroyli ekan. Xo'p, 58 ming Shvetsariya franki. Da, 58 ming hamma naloglari bilan. Cabrio. Chiroyli-a? Go'zal. Bundan tashqari mana bu yoqda ham bu Cabrio masi 4 ta eshikligi. Salonlari polniy o'zgargan buni. Xo'p, 53 ming frank. 53 ming frank. Bu yoqda Peugeot bor. Peugeotni men uncha yoqtirib anaqa уже BMW Mercedes oldida Peugeot, Opel, DS'lar уже uncha emas. Masalan, Maseratini sizlarga ko'rsatsam bo'ladi. Mana Maserati. Mana mashina, mana go'zallik. Maseratini bilasizlar, bu Ferrari bilan bitta mashina. Agar sizni pulingiz Ferrariga yetmaydigan bo'lsa, bemalol Maserati olishingiz mumkin bo'ladi. Orqalarini ham bitta ko'rsataman sizga. Qoyil, chiroyli. Endi navbat salonga. Salonning rangi, karbon elementlari hammasi alohida tema. Xo'p, narxiga o'tamiz. Narxi 366 ming frank. Ko'rdinglarmi? Xo'p, keyingisi Grand Cabrio avtomobili, bu ham Maserati. Xuddi shuni 4 ta sidenaliga, unga o'xshab ketadi. 229 ming frank skidka bilan ekan. Xo'p, jiplari DBX o'rniga qilingan, uncha men uchun qiziq emas. O'zimga yoqqanlarni faqat ko'rsataman, xafa bo'lmaysizlar. Bu yoqda mana Genesis bor, bu yoqda Opel bor, Mazda, Citroen, Hyundai, MG, Ford, Lucid. Xo'p, Tesla bor. Biz sekin bu yoqqa qarab yuramiz. Hatto Mazda ham bor. Mana Mazda ham bor. Xo'p, bu yoqqa qarab yurganda Mini Cooper'larni ko'rsatdim. Mana bu yerda har xil o'yinlar bor. O'yinlarni ko'rsanglar bo'ladi. Cupra'ni sizlarga ko'rsatdim. Polni ko'rsatmagan bo'lsam ham, Europeyslar bu mashinani minadi. Seat'ni anaqasida, lineykasida chiqadi, Seat bilan birga chiqadi. Sub-brend hisoblanadi. Toyota'ni sezayotgan bo'lsanglar, oxirgi payt dunyo bozorida o'z o'rnini yo'qotib boryapti. Bu meni fikrim emas, bu mutaxassislarning fikri. Toyota juda ham ko'p o'zini modellarini qo'ygan. Dunyo bo'yicha eng ko'p sotiladigan mashinalardan bittasi Toyota Prius. Yangi modeli, ko'rishingiz mumkin. Bu ham ajoyib chiqqan. Xo'p, har xil mashinalar ishlab chiqarib tashlagan. Lexus RZ NX Lexus Lix degani bor ekan, LBX ekan, qaranglar. Juda ham kichkina. Lexus'acha oldingidagi o'zi puliga arziydigan mashina emas. Chunki Xitoy alternativa berib tashyapti. Juda ham qimmat. Oldin navroti zo'r boshqa deyilinardi, lekin hozir juda ham qimmat. Xo'p, Subaru avtomobillarini ham bu yerda ko'rishingiz mumkin. Subaru Yevropaga va основном nima deydi, внедорожник, sedan, внедорожник universal beradi. Mana oddiy universaldan mana buni ko'rishingiz mumkin, balandroq, o'zgacha atmosferada, hamma navroti bor, full. Narxini qaranglar. 52 ming frank. G'irt yo'l tanlamasi o'zi. Polniy приводda bo'ladi, oddiy. Sedan razmerida universal bo'lsa ham, lekin ko'rasizlar, mashina baland, tomlarida dugalari bor. Ajoyib xullas. Xo'p, bu yoqda Mitsubishi. Xo'p, bu yoqda Alpine bor ekan. Alpine'ga o'tamiz.
Alpine qiziq narsa ko'rsatyapti. Suzuki, Mitsubishi. Bu endi bilmadim. Alpine. Chiroyli mashina ekan-a. Ajoyib mashina chiqarib qo'yibdi. Xo'p. Narxi ne yozmagan? Mana 44,000 frank. Gap bo'lishi mumkin emas. Elektrichka ekan. Salonlarni kezamiz. Rullarni boblab tashabdi. Qiziq. Xo'p. Mana bu Alpine'ni sport, takoy, lёгкий sport kari. Narxini bitta ko'rsatib o'tay sizlarga oldim. 95,000 frank. 95,000 frank. Bunaqa rangini qo'yishibdi, bunaqa rangini qo'yishibdi. Haqiqiy sportkar. Qizig'i, chiroyli, sidenalarni ham boplagan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Yapon avtomobillari, Nissan nima lyubitel emasman. Undan tashqari mana Renault bor ekan. Renault shu yerda. Yevropaliklarcha Renaultni qo'llatadi. Nissanni stendidamiz. Tak, Nissan qimmat mashinalarni qo'ymabdi. DC. Bu ham yevropaliklarning mashinasi. Sevib haydashadi. Dacia'mi, DC'mi, xullas shunaqa. Hop. Renault, yana Renault. Endi Jeep qatoriga keldik. Jeep Rubicon. Endi uni hamma biladi. Faqat men sizlarga oddiy Rubiconni o'zi Yevropadagi narxini Amerika mashinasi salkam $115,000 atrofida ekan. 98,000 frank. Gap bo'lishi mumkin emas, Rubicon. Mana Grand Cherokee bu. Xo'p. Bu yerda arzon mashina ekan bu. 32,890 Jeep. Fiat bor ekan. Fiat Abarth. Mana Abarthni bilasizlar, bularning AMG hisoblanadi. Abarth. Juda ham bir o'zgacha, chiroyli ishlab chiqarilgan. Disklari, endi AMG'sida, xullas, sportivnisi takoy. Xo'p, narxini ko'rsatib, keyin bitta saloniga o'tamiz. Narxi 50,000 frank. Voy, ular narxni qatdan otdi. Xitoy mashinalarining doddasini beradi-yu, saloni. Bu ham uncha emas. Bular narxni qatdan otdi, akalar. Bunaqa narxni. Xo'sh, Kia qatoriga kirib qolibman. Kia X-Ceed yangi mashina, Kia'ni narxni qaranglar. Vashshi hayron qolasizlar. Men Kia'ni X-Ceed deganini mana endi ko'rganman, benzinli avtomobil. Xo'sh. Necha pul ekan? 40,000 frank. Jinnimi bu? Hop. Buni endi O'zbekistonda ham sotuvda bor edi. EV9, EV6 ni ham bilasizlar. Hop. Bu yerda Volkswagen ham bor ekan. Xo'sh, sizlar ko'rmaganinglar Sportage bilasizlar. Mana. Siz O'zbekistonda yo'q avtomobil, siz ko'rmagan avtomobil. Ya'ni Kia EV3. Qiziqmi? Qiziq ekan. Xo'p, narxi 50,000 frank. Bular bori jinnob qopti, tompomi ketib qopti. To'liq elektromobil ekan. Bu takoy interesniy, chiroyli, yoqimli. Xo'sh, Sorrento'ning narxini ko'ramiz. Bu yerda necha pul ekan? 70,000 frank. 65,000 frank ekan. Bular bori kallasi bilan urishib qopti. Yevropada mashinalar qimmat. Yevropaliklar o'zining mashinasini sotish uchun endi mana narxini hozir ko'rib, tominglar ketib qoladi. 22,000 frankka mana shu Motorola 2 kishi o'tiradi, juda ham tor. 22,000 frank tasavvur qilsizlarmi? Ahvolni qaranglar, bit bagajiga ham shimildirib ham ketmaydi. Mana oldi ochiladi. Mashdan tushib chiqadi. Hech qanaqa navrod yo'q. Daqir-duqir 200 kilometr, 228 kilometrgina yuradi faqat. Shu ham mashinami? 22,000 frank. Xo'p, ID3 bu qiziq emas o'zbeklarga. Golf R. Mana bu haqiqiy sportivniy mashina, bu qiziq bo'lishi mumkin. Tak, narxi 65,000 frank. Mamutda yana bitta Golf bor ekan, GTI bu. Xo'p, buni narxi
Rangi chiroyli ekan, a? Xo'sh, 60 ming frank. Chiroyli ekan. Mashina Kaliforniya Volkswagen qiziq bo'lishi mumkin. Juda ham qiziq bo'lishi mumkin. Домашний дом. Домашний domga nima bor ekan? Dom na колесах. 80 ming frank. Qaranglar, nimalar borligini sizlarga ko'rsataman. Menimcha qiziq bo'lsa kerak. Xo'sh, gaz plita bor ekan. Birinchi ko'zim gaz plitaga tushdi. Tomi ochilib yopilar ekan. Salon oldi tarafi. Xo'sh, tualeti bor ekan. Men tualetini ko'rib maza qildim. Mana qaranglar, mana bu yotadigan joylari, tualetlari, shkaflari ajoyib. Bunaqa holatda qilib qo'ysanglar bo'lar ekan. Tak. Bu ham ajoyib ekan. Bu o'shani ofis na колесах ekan, multivan. Shkodaga kelib qolman. Alfa Romeo bu yoqda bor ekan. Alfa Romeo'ni O'zbekistonda sotilayotgan modellarni qo'yib qo'yishdi. Unaqa uraman, yoraman, bizib oraman degan mashinalari yo'q. Hammasi eskilik. Alfa Romeo o'lib boryapti men uchun. Shkoda. Xo'sh, Shkoda, Enyaq, Scala, Elroq. Mana bu yerda Kodiaq yengisi bor. Bitta shuni ko'rsataman sizlarga. Honda ham o'sha dabdala bo'lgan brend. Honda ham anaqa qilmayapti. Mana Kodiaq RS. Yengisi. O'zbekistonda rosa minildi-yu bu mashina. Qiziq. 72 ming frank. 72 ming frank. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana. Salonlari o'zgacha chiqqan, qizil choklada. Xo'sh, Skoda. Superb ekan. Endi Audi qatoriga sekin kelyapmiz. S5. Audining yangi modeli. Mana bu avtomobil. Audi'da bu yil chiqqan S6 yangi modeli. Juda ham chiroyli mashina chiqdi, elektromobil. Juda ham qimmat, narx qaranglar. 126 ming frank. Salonni qaranglar, Audi va nihoyat o'zini bulbulli ko'tidek kichkina monitoridan voz kechib, katta monitor berdi. Bitta katta monitor, bitta yoqqa kichkina monitor, общий 3 ta monitor berdi. Orqalarini ko'ringlar. Juda ham chiroyli. Avtomobil to'liq elektromobilda ekan. Xullas, yangi stilda. Menga konsolga qaranglar, berib qo'ygan knopkalarni. Men turadigan knopkalarni hammasini bu yoqqa berib qo'yibdi. Noqulay. Tем более sensor. Menga yoqmadi. Davodchiga bor ekan, eshikda pilososlari bor ekan. Audi'ni yana Q7si bor. SQ6. Xo'p, bu yoqda Cupra. Xullas, menimcha shu aylanib chiqdik. Faqat o'zimga yoqqan taraflarini, o'zimga yoqqan mashinalarni ko'rsatdim sizlarga. Iltimos sizlardan videoni like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Chunki O'zbekistondan Jenevaga kelib video olishni o'zimiz. E'tibor berib kuzatganingizga hammangizga kattakon rahmat.